Hop, bugungi darsimiz trendline intersection, ya'ni TLS. Hop, birinchi bo'lib doimgidek o'zimizga bitta sessiya ochib olamiz, ya'ni birinchi nomlab olamiz, ya'ni trendline intersection. Biroz qiziq emas. Hop, para doimiydek tilla kun farqi yo'q, xolasiga o'tgan qilsa ham bo'laveradi, boshdan qilsa ham bo'laveradi. Description shart emas. Hop, bu strategiya sal murakkab, lekin bir ikki marta videoda qaytarib, daftarga yozib, backtest qilib sal harakat qilsanglar, ya'ni o'rganib olsanglar, bu strategiyaning ishlash foizi 90-95% garantirованный ishlab beradi. Ya'ni ko'p holatlarda uyaltirib qo'ymaydi. Hop, H1 yaxshi. Bizga maksimum bilan minimum kerak. Chiroyliroq shakllangan variant. Hop, mana buni yangilab qo'ysa, bizga ideal maksimum minimum bo'ldi. Hop, mana shuni yangilasin. Bo'ldi. Hop. Biz maksimum bilan minimumni punktini olamiz, ya'ni punkt kerak bo'ladi 1196. Endi bizga maksimum va minimumlar o'rtasida nechta bar hosil bo'lganini ham hisoblaydigan o'zi nimamiz bor, ya'ni TradingView'ni sal xato ketdi. Bu shamdan qilsak 53 ta. Bu nima ishlatayotganda doim bitta bar qo'shib qo'yasizlar, ya'ni bitta bar kam hisoblaydi bu. Ayrim sabablari bor, buni alohida tushuntirish kerak. Hop, doim bitta bar qo'shib qo'ysanglar, hisob-kitobinglar aniq bo'ladi. Hop, endi kalkulyatorni ochib olamiz. Birinchi punkt kerak, ya'ni 1196. 1196 ni bo'lamiz 54 ga. 22,14, ya'ni hop, shuni yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, bir ming bir yuz 96 bo'lamiz, ya'ni barlar soniga 54 ta. Bizda chiqqan javob 22,14. 22,14. Endi biz buni hop, endi 22,14 da biz doim bitta virgul oldiga surib olamiz, ya'ni biz buni 2,2 qilib olamiz, ya'ni formulaga solish uchun. Hop, sal kattaroq qilamiz. O'qib qo'ysak bo'ldi. Endi yana bitta yozsak, endi 2,2 ni hop. Endi bizga minimum
kerak bo'ladi. Minimumdagi narx. Hop, buni o'chirib turamiz. Ya'ni 4404. Endi kalkulyatorni ochib olamiz. Hop. Avval 2,2 qo'shilgan minimumdagi narx, ya'ni 4404. 4404. Buni ildiz ostiga olamiz. 8,14. Endi buni qo'shib olamiz 2,2 ga. 10,34. Xo'p. Ildizi 2 marta olib ketibdi. 2,2 qo'shilgan 4404. 4404. Endi buni ildizi bitta oshiramiz. 66,36. Endi buni 2 ni qo'shib olamiz. 68,56. Xo'p. Endi 68,56 ni kvadratga oshirib olamiz. 4700. Xo'p, buni ham yozib qo'yamiz. Esda qolish uchun. Birinchi 2,2 ni ko'paytiramiz. Minimumdagi narxga 4404, 4404. Hop. Endi buni ildizga olishimiz kerak. 4404 ildizga olamiz. Teng. Ildizga olganimizda bizga 68 chiqdi. Endi uni kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirganimizda bizda 4700 chiqdi. 4700. Adashmasam 4700. Hop. 4700 zonasiga biz liniya qo'yib olamiz. Hop, liniya tashlab olamiz. Endi qiladigan ishimiz hali tugamadi. Hop, keyingi ish. Biz mana bu 2,2 ni qo'shib olamiz. Barlar soniga, ya'ni 54 taga buni ildizdan chiqarib olamiz. 7,2 unga qo'shib olamiz 2,2 ni. Bizda 9,5. Endi buni kvadratga oshirsak 91. Xo'p. Endi biz lowdan 91 ta sham hop. Ya'ni bitta qo'shib qo'ysak 92 ta. To'g'ri bo'ladi. Liniya tashlab olamiz. Hop, o'chirib turamiz buni. Hop, bu ham kerak emas. Hop. Hop, endi buni ham yozib qo'yamiz, ya'ni 2,2 qo'shilgan barlar soni, ya'ni qo'shilgan ildiz ostida 54 ga 54 ildiz. Hop. Endi teng. Javob bizda 9,5 yo'q, necha chiqdi? 9,5. 9,5. Endi buni ham kvadratga oshirib olsak, bizda javob 91. 91 ta bar degani. Xo'p. Bu bizda
birinchi qismi, ya'ni formulani birinchi qismi. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz, buni bu yerga olib tursak, screenshot olsanglar ham bo'ladi o'zinglar uchun. Hop. Endi bizda 90 bitta bar chiqqan bo'lsa, hop, buni o'chirmasdan turishimiz kerak edi. Shashildik. Ya'ni doim bitta qo'shganim hisobiga 92 ta bar qo'yishimiz kerak. Hop. Endi bizni keyingi qiladigan ishimiz maksimumga limit qo'yib olamiz. Endi lowdan 4700 gacha bizda necha punkt bor? Ya'ni 291 punkt. Highdan ham qo'yib olishimiz kerak. Hop. Qo'yib oldik. Endi biz 92 ta barni shu tendensiya, ya'ni shu trend bo'ylab olib ketaveramiz, ya'ni o'zimiz istagancha. Ya'ni trend bu yo'nalishdan yoki bu diapazondan chiqib ketmaguncha shu yo'nalishga ketaveramiz. Hop. Hozircha yetadi. Endi bizda qiladigan ishimiz vaqt bilan narx kesishgan joylarni tutashtirib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu ko'rinishda. Hop. Olamiz. Minimumdan bu yerga. Hop. Buni boshqa rangda qilaylik. Hop. Bir minut. Chiqmasda biz chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop. Xatolar uchun, uzilishlar uchun uzr so'raymiz. Bizda kamchilik bor ekan. Ya'ni maksimumdan minimumga tortgan nimamiz ya'ni bu liniyani biz maksimum boshlangan nuqtadan tortishimiz kerak. Ya'ni mana bu joydan. Chunki bizning high'imiz mana bu joydan boshlangan. Hop. Rayni olamiz. Xato bo'ldi. Buni to'g'rilab qo'yish esda yo'q. Ya'ni mana bu joyga qo'yamiz. Mana vaqt bilan narx kesishgan joyga. Hop. Xuddi shu nimada davom etamiz. Ya'ni minimumni olamiz. Vaqt bilan narx kesishgan nuqtalarga, ya'ni mana bu joylarga ray instrumentini qo'yib chiqamiz. Hop. Endi maksimumdan ham tortib olsak bo'ladi. Ya'ni aniqlashtirish uchun. Zonalarimiz toshni yurib berish uchun. Ya'ni bu zonalarga, bu liniyalarga o'zimizni strategiyalarimiz yoki boshqa tasdiq qiluvchi har xil instrumentlarimiz bo'lsa, shularni qo'shib ishlatsak, bozorda yaxshigina hisobga chiqib ketishimiz mumkin. Faqat instrumentlarni adashtirib,
har xil bo'lmas strategiyalarni qo'shib tashlash kerak emas. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz. Bizda zonamiz tayyor. Endi qiladigan ishimiz bozorni kuzatish. Ana bismillah. Hop, ko'rib turibsiz. Birinchi liniyamizga narx keldi. Tanasi bilan yorib o'tmadi, soyasi bilan sivib qilib, ya'ni birinchi liniyamiz bilan men bu vertikal ya'ni vertikal qo'yilgan liniya bilan rey bilan foydalanilgan liniya bitta joyga vaqt bilan narx kesishgan nuqtaga ham yaqinlashganligi uchun narximiz shu zonaga keldi. Xo'p, tanasi bilan yorib o'tmasdan soyasi bilan sivib qildi, lekin yo'nalishni o'zgartirdi. Ya'ni bozor sell trendga kelayotgan edi. Vaqt mana bu instrument ko'pincha trendni o'zgarishini bildiradi. Ya'ni shu vaqtga kelib trend o'zgarib ketadi. Ya'ni bu ko'rinishda. Ko'p holatda shu narsa uchun ishlatiladi. Ya'ni tasdiq stav faqat. Xo'p. Misol savdoga kirsak. Bay. Hop, biz kechroq ko'rdik, to'xtatishga ulgurmadik. Stop lossni minimumdan pastroq qilib qo'yamiz. Buni iloji boricha bu o'ta ham katta bizga. Maksimumga qo'ysak ham yetadi. Xo'p, endi atrofotgasini ko'ramiz. Aytganimdek, trend o'zgarishini bildiradi. Hop, biz tek profitimiz o'rda hisobda. Hop, keyingi liniyalarimiz ham, zonalarimizni ishlash ehtimolini ko'ramiz. Qanchalik ishlab beradi. Hop. Bu zonamizdan ham reaksiya oldi. Bu zonaga kelganda qo'rqmasdan bay ochamiz. Buzib o'tib yana qaytib kelganda sell ochamiz. Ya'ni ikkita zona. Mana bu joyda yo trend hozir o'zgaradi, yoki kuchli oqish bo'ladi, yoki kuchli uchish bo'ladi. Aytganimdek, flit zonadan chiqdi. Xo'p, ya'ni bu zonamizga kelsa qo'rqmasdan sell ochamiz. Bunga kelsa bay ochamiz. Qaysi tomonga buzib o'tsa, atkat qilgan tomonga qo'shilib olamiz. Oddiy. Ko'rishinglar mumkin. Buzyapti, atkat qilib tushyapti, yana kelyapti, atkat qilyapti, yo'nalishda davom etyapti, kelyapti, zonaga oqyapti. Xo'p. Endi xo'p, shu bilan strategiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni atrofotgalarni ko'rishinglar mumkin. O'da ham ideal, moshni ishlab bergan. Xo'p, shu yo'nalishda bularni kengaytirib ketsizlar qachonki shu diapazondan chiqib ketmaguncha, maksimum yoki minimum yangilanmaguncha, ya'ni yangilani ham biz boshqatdan hisob-kitob qilib
savdoyimizga, ya'ni qo'ygan strategiyalarimizga qo'shimcha qilib ishlatsak, bilmadim, bundan-da zo'r strategiya yo'q bo'lsa kerak. Xo'p, biz har kuni yoki har 2 kunda bir Telegramda o'quvchilarga o'zimiz shaxsan onlayn dars o'tib beramiz. Xohlasanglar individual, xohlasanglar umumiy. Mutlaqo bepulga. Bizda kurs degan narsalar yo'q. Xo'p, profildagi Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.